Tezkor xabar. Ertaga qayerlarda qor yog'ishi aytildi. Assalomu alaykum azizlar, kun xabar kanaliga xush kelibsiz. Agar kanalimizda yangi bo'lib turgan bo'lsangiz, videorolikimiz ostiga bir dona like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zgidromet ertaga 19-dekabr kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi va ertalab biroz qor yog'ishi, tuman tushishi mumkin, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi, shamol g'arbdan 8 metr/sekund tezlikda esadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin, shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin, shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi va ertalab ba'zi joylarda biroz qor yog'ishi mumkin, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin, yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat kechga tomon yog'ingarchilik yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda qorga aylanadi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin, shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 4-9 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir qori bo'ladi, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Tuman tushishi mumkin, yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Shamol g'arbdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti bilan qor yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin, yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Tog'li hududlarda qor ko'chishi xavfi bor, shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq bo'ladi. Sizga kelmoqchi bo'lgan ob-havo ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.